Do'stlar, Flight Radar sayti haqida aytib o'tmoqchiman. Buni saytda ko'pchilik bilsa kerak, bilmaydigan odamlar uchun eslatib o'taman. Bu sayt yordamida osmonda ko'ringan har qanday samolyotni qayerdan qayoqqa uchayotgani, qanaqa samolyotligini, balandligi qancha, tezligi qancha, uni trayektoriyasi qanaqa edi, shular haqida onlayn ma'lumot olishimiz mumkin. Bu saytni o'zim bir necha marta tekshirib ko'rganman, to'g'ri ko'rsatadi. Sizlar o'zlaring ham sinab ko'rishlaring mumkin. Samolyotni tezligini milda ko'rsatadi, samolyotni balandligini futda ko'rsatadi. Bu narsalarni kilometrga o'zgartirib olish oson. Sizlar ham ishlatib ko'rsalaring bo'ladi, juda ham qiziq. Osmonda uchib ketayotgan samolyotni qayerdan qayoqqa ketayotganini onlayn ko'rib turishimiz mumkin. Do'stlar, ba'zi bir videolarimizda tajribalar uchun shu saytdan olingan ma'lumotlardan ham foydalanamiz.